Pishirishni yoqtirmaysizmi? Keling unda sizga pishirmasdan tayyorlanadigan cheesecake qilishni o'rgataman. Bizga buning uchun kerak bo'ladi: pechenye, suyuq qaymoq, shakar, smetana, shokolad, gelatin va Savushkin brendidan tvorojniy sir. Ishimizni pechenyeni maydalashdan boshlaymiz. Maydalangan pechenyening ustiga eritilgan sariyog'ni solib, aralashtirib olamiz. Eritilgan gelatin bilan qaymoqni ham aralashtirib olamiz. Ozgina qaymoq bilan shokoladni eritib olamiz. Barcha mahsulotlarimizni ko'pirtirib olamiz. Sirli massamizga qaymoqni solamiz. Qaymoq va shokolad aralashmasini solamiz. Jelatin va qaymoq aralashmasini solamiz. Endi tayyor cheesecake'imizni bir kechaga muzlatgichga qoldiramiz.